seni biz oqlaymiz. Mehnat bilan jamol topib vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Gullaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Gullaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Iymonimiz butun vatan, ishonaver onajonim xizmatingga. Bayram tadbirini boshlamoqda. Davramizga birinchi sinf o'quvchilarini ustozi bilan birgalikda davramizga chaqirib qolamiz. Başı salam, iş başıdır intizam. Mehmonlarga chin dildan deyman salom, assalom. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar. Savat xayrlik bayramiga xush kelibsizlar. Endi men shu Savat xayrlik bayramini ochib berish uchun so'z navbatini direktorimiz Rahat Ayapay, Zuhra apay ishonmoqqa bermoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz mehmonlar, aziz ustozlar hamda aziz bolajonlarim. Mana bugun maktabimizda katta tantana. Bu tantananing sababchilari bizning birinchi A sinf o'quvchilarimiz hamda ularning mana ustozi. Demak, mana bu yil birinchi sinfga qadam qo'yib, shu o'quvchilarimiz mana birinchi sinfda o'qimoqda. Ular mana shu 3-4 oy ichida o'qishni, yozishni hamda alifbedagi barcha harflarni o'rganib olishdi. Mana shunday ekan, bugun bularning savodxonlik bayrami. Bu alifbe bilan birgalikda matematika, o'qiq, ona tili, tasviriy san'at, musiqa, jismoniy tarbiya, ingliz tili kabi texnologiya kabi darslarni ham maktabda o'qib o'rganishmoqdalar. Bu o'quvchilarimizga faqat va faqat a'lo baholarga o'qishlarini tilaymiz. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu kelib o'tirgan ota-onalarimizga ham shu farzandlarimizni tarbiyalashda kuch-quvvat tilayman. Barcha farzandlarimiz o'qimishli, ilmli, bilimli, ota-onasiga, ustoziga mehribon, mana shunday bir faol o'quvchilar bo'lib kelgusida maktabimizning mana shu olimpiadalarida, sport to'garaklarida qatnashib, musobaqalarda qatnashib, faqat yaxshi o'rinlar egallashini tilayman. Hamda hammalari shu tartibli, odobli farzandlar bo'lishini tilayman. Mana o'zlarimiz ham bilib o'tiribsizlar, farzandlarimizga davlatimiz tomonidan, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan ham juda ko'p e'tibor qaratilib, mana bepul darsliklar, bepul 12 nomdagi ularga papkalari bilan birgalikda o'quv qurollari mana sovg'a sifatida berildi. Qolaversa mana bir
nonushta ham berilib turibdi har kungi. Mana shu ham shu farzandlarimizga bo'lgan e'tiborning namunasi. Qolaversa darslar mukammal, shu o'qituvchilarimiz yangi metodikalardan foydalangan holda o'tilmoqda. Mana shunday ekan shu o'quvchilarimizga ota-onalarimiz ham beparvo bo'lmasdan har kuni o'z vaqtida maktabga o'quv qurollari bilan formalariga e'tibor berib yuborsalar, bundan ham a'lo bo'ladi degan umiddaman. Shunday ekan barchangizga mana shu bayramlar qutlug' muborak bo'lsin. Bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat madhiyasi. Ertaliğimizni alıp barış için növbətini 5-ci sinif oxucuları Kamiljanov Bulat hamda Baltabayev şirkətlərdə dövrəyə çağırır. Saraq çox bülbül sözünüz, saraqlagan oysqan quyosh, olmuşlar sizniki quyosh. Salam sizga yurak to'g'ridan davron yig'ilgan do'stlar, ko'ksimizga qo'limiz qo'yib deymiz sizga xush kelibsizlar. Yo'l ochgan bizni erkak qushga sizga
mustaqil O'zbekiston farzandlarimiz. Baxtimizga bugungi osuda kunlarimizni bergan mustaqilligimiz tayanchi bo'lgan yurtboshimiz omon bo'lsin. Biz O'zbekistonning kelajagimiz deb nomlangan Osmonxonlik bayramiga xush kelibsizlar. Eshigimiz, ko'chamiz, uyimiz turacakmiz. Bu büyük milletimiz. Bu niyet ve müddet. Vatan haqida kimlar she'rlar biladi? Bizda bag'riga bosgan bolalar, yayra o'sgan yuksalib, yildayin O'zbekiston jamg'armasi. O'zim diyorim, o'zimda meni erkin ixtiyorim, quyosh o'lkasi bahorim, sho'rga to'lgan O'zbekistonim. Tug'ilib o'sdim bu vatanda, vatanim misli yo'q jahonda tuproq, unumlidir manzilasi ko'rimli. Endigi navbat kuy qo'shiqlar. Salom, xalqim salom, O'zbekistonim. O'zbekman, qozoq, qora qalbim. Shu vatanni bizga meros qoldirgan. Salom mening eng ulug' bobolarim. Salom, xalqim salom, O'zbekistonim. O'zbekman, qozoq, qora qalbim. Tojikistonlik Qobiljonning Dakka el qo'yganda qadam, kim baxsh etgan nuri ziyonni, kim sizga keng ochgan dunyoni? Bunday bo'lsa zo'r quvonch bilan taklif etsam, qadrdonimiz shodligimiz ko'raylik baham, axir udur dilu jonimiz. Bu bayram sababkori, bilimlar poydevori, ma'noli shirin sirti. Qani alif b o'zi alif bni chaqirsak, olqishlab qarsak chalsak. Assalomu alaykum aziz otalar, ham qadrdon bolalar. Savodxonlik muborak, bayram shodlik muborak. Assalomu alaykum ko'zlar ko'rdoq, elimga chanqoq bolajonlar. Men sizlarni alifli kitobingiz bilaman. Sizlar meni quruq bilan o'qib yozishni o'rgandingiz. Buning uchun men sizlardan juda minnatdorman. Xo'sh bolajonlar, aytingchi, chindan nimalarni bildingiz mendan? Sen tufayli binnandir so'zim. Assalom avvalo aziz janajon, allaytib katta qilgan onajon. Olti illi, olti qasr, olti buyuk bobosi bor. Bosida bugun butun ertanida yurti bugun. Elim deb, yurtim deb yashayman obod. El yurt baxti mening baxtimdan obod. Tilaklarda jadsuv so'zim, jahondandir bu kun ovozim. Non aziz, non ila, hayotdir son non, shog'im ko'zingga surtgin bolajon.
Qo'lingni agar aylasang odat, rostgo'ylik keltirar baxlo saodat. Navbat kuy qo'shiqqa yulduzlar. Shunda xalqlar so'zlari, aytib shirin so'zlarini tanishtirib, bitta ko'rsatdi bu yuzlarin. Ustoz, har bir jimjimadan shunda harflar o'zi har bir jimjimadan qani safga tursinlar, o'z sirlarini aylab bayon harflar turga kirsinlar. Aylama bo'lsa, axir nima ulilarga bosh, axir mendan keyin boshim har bitta xarim illi undosh. Ota qalsin, ota bilan ham jihatmas, og'ayni aldimiz bir, o'zimizga kim kirdavlar. Lekin bir asoqiyman, asossiz o'ylab yetadigan yozuman adafat os. Ish ishtahochi, ishdan tegasi, intergenga toliyon, elab ol bo'lmaysan ol. Menga solib nigoh, so'zlarimda bo'ling ogoh, nasihatim ishlat aql, ko'proq o'qitingni aql. Baba Layla baba ham bola dedi bir jahon, tatib qildi guldasta, lovlalarni bitpasta. Hayr aytadir mehnating tayroqam, mehnatdandir rizq ko'rish, mehnatdandir baxt. Larimga chiqardim qaram, qonchimga bo'lding teshirib, qulog'imdan chiqmasin, qayta qilga o'rgatim. O'g'lamadan ishingga, to'zalaring ishingga, qattiqni qilsang odat, topasan sen so'lat. Yengilib olmog'ing uchun sarf etaman jannat bor uchun siman nazarda, simanchalik sevgak bo'lsang bilmas anglash. Menodan kankusma, qilma, aydan sevgilashma, bilan bilanga ayman, do'stman bir, botir bo'lmas so'zda boshma. Qo'chib
Yaxshidan olsang yaxshi bo'lgan har vaqt otaverma qochadan otgan chiziq bo'lmaydi. Dediler atımdı, birisini atımdı. Zuhra zakırcan, bilen başladı çırak. Efendim müstakil yurtumuz yarım va bunga insonning qadridir ulug' vatan tuprog'ini ko'zimga surtdim va o'zga jannatim bitkidim. Liga har kunora gap tashdi bir bora gap ilmi yondosh gapga jeb qo'ydi yo'ldosh. G'olib bo'l yurtginam, g'olib yashang, g'olib shu sensin qonim yashin, g'urur qadringi balanddir, har og'iz bo'lsin, shu yurt uchun qonim yashin. Hamma yoqda oppoqqa, hamma yoq oq kiyimda, hamon o'tana bahor, hamda mening uyimda. İki harfimiz biz buran şükür dostumuz biz inan şartlı gözümüz üzmezden şartlarımızda üzmezden. Şubar rakablar içler yokuz bir de yapmadı yakki uzun bir çıkımı çeken sıra okuyusuz. Ben özürüm, fakrımı yakar özürüm, Farida fakat, benim asla fakat. Ne ondaşmam bilsengiz, cevabım mümkünlengiz, jarangga bering baho, jazoshidan ashlan. Biz birikma ikki jamoasi, bitta makon, so'z tuzumi, rang-barang, teng-teng qarang va so'rang. Hech belgisi kerak joyda meni yoz, shunda bo'lurdi so'z, unutsanga nafisi, olmas nafisi menda. Endi qiziqali tanaffus.
oldingiz? Jasmina. Men nuqta juda kichik nuqtaman, jajjigina nuqtaman, katta kichik gaplarni yaqinlayman nuqtaman. Meni zergol deydilar, gaplar ichilar o'rnim bor, mavzu qolsin desangmas, mendan to'xta bir nafas. Men ham. Qantanish bergular, shahrim oqlab so'roqqa savollarim ko'pasiyon. Unga kelmasin bola, yoshi turganman, qiyatsiz bir Jasmina, men Osabina. Bor joyda unutmang, so'zlar bari uzoq vazifam, ashishida dilingiz kirbiziq. Kitobman, alif berman, aftobman, savod chiqarding mendan, so'rab ko'rmaydi sendan, alif bedan nechta harf bor? Yalla ey dili oqlar, ham bilimga chanqoqlar, minnatdorman sizlardan, baxtli o'g'il qizlardan. Yana savol, qalaysiz, qay tovushlar bilasiz? Tovushlar, ulli, undosh, birik, hozir, birik, osh, ullilardan oldim harf, manimizga lo'ndan harf, ularlardan qolgani, ular ham bo'linadi. Bolajonlar, siz mendan ko'p narsalar bilibsiz, bilim to'la konimdan duriga qor teribsiz. Fursat yetibsiz bilan xayrlashib ketaman. O'rnimga davraga matematika kitobini endi taklif etaman. Ularni ta'rif etay, ular tilning zargari, shu boisdan alifbedan joy olishdi bari. 23 qadrdon deyishamizda indosh, oz saharamizda qo'layn suruv hardosh, har so'zda var o'rnimiz, avval oxir juq o'rtoq, biz ma'naga zab bersak, yonidalar ulli o'rtoq. Oltimiz biz unutmang, barimiz og'ani, bizda bir ovoz, hamma bizda bo'ldi. Alifbeki. Mening ham qaytadigan vaqtim bo'ldi. Qaytishdan oldin davraga o'rnimga matematika kitobini birgalikda taklif etsak. Xayr Alpijon, rahmat yo'llab qolamiz. Amon bo'ling. Biz sizga oxiyat tilab qolamiz. Bolalar, siz xavflar bilan birga yana nimalarni o'rgandingiz? Bu fanni matematika deydilar. Qani matematikani chaqirsak. Hisoblashni o'rgatgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, ziyo sochib dilimga, matematikani yilaqol, olmishlarimiz quloq sol. Assalomu alaykum aziz bolajonlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Qo'rquv yo'qdir hadik, 1 2 3 boshladik, bemalol beraman so'z, mensiz bilim bilinmas. Har bolaga chamanda, kerakman har qadamda. Juda osonmas goho, murakkab so'mangoho. Shartimni qilib qo'ying, qadrimni bilib qo'ying. Men emasman bor yo'q, son yo'q, sanog'i yo'q. Xislatlarim shu mening, adashib ketmang tag'in. Qani bolalar, unda javob toping savolimga. Onam berdi 4 olma, o'zimda bor bittasi. Qani aytingchi azizlar, menda nechta olma bor? 5 ta. U shoxdadir 5 chumchuq, bu shoxdadir 4 chumchuq. Uchib ketdi 3tasi, shoxda qolgan nechtasi? 6. Balli bolajonlar, hisob kitob ilmini bolalikdan sevibsiz, ulg'aygach bilincida asqatishni sezibsiz. Aziz bolajonlar, mening ham alifbek kitobi singari maktabga ilk qadam qo'ygan onaringizdan qadrdonman. Sizlar qo'l bilan ilm sirlarini o'rgandingiz, raqamlar bilan ham nafas bo'ldingiz. Mening eng yaqin yordamchilarim raqamlar, ular cheksiz va ko'pdir. Keling bolajonlar, sizlar tanigan va bilgan raqamlar qalbiga quloq tupaylik. Mittilar, kulganlar, bitta safga turganlar, o'ynanglar, kulinglar, siringizni so'ranglar. Raqamlar tilga kirsin. Birdan boshlab kelib. Sanash uchun osonman, bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bir quyosh, yozishga
ham o'g'ay ham qoziqchaga o'xshayman. Men 2 non po'shtaman, jipslarning sardori, 3 yoshman, ammo ular meni derlar ijoni, mukammal va manovi. Bo'lsa hamki namam, aytsanmi katta kuch. To'rtson desangiz, qulay deb qo'ysangiz, 3ga 1 deb qo'ysangiz. Meni derlar biz soni, avochining joni, 6 songiragan, shu son mendan gap. Men 6 sonman, jabirdek ko'pjondan 6 boyga otman, yomonlikka yotman. Ishga jangetda qaraymiz so'zni tezga aytash so'zim 7 birga temizim. Jimjimoda shakim bor, g'ala qilar havas, tadahlam metroli ostirgan sen bas. Men to'qqiman sen bir hisoblashni tez o'rgan, 7ga kinoz, 8ga imtihon. 10 og'a ina jamimiz diqqat qiling bolalar, ko'ring mendan boshlanar 2 xonali joylar. Bunlar raqamlar ichida yolg'iz mendan kafoyda 2 o'zim qichqirmas, ular ichida teng. Raqamlarga boshim qosh, chachisiz u juda yosh. Raqamlarga boshim qosh, chachisiz u juda yosh. Sizda bo'lgan biz bilan ko'ring raqam. So'z aklida ifodalar, belgi-yu ifodalar. Bosish ishorasida ortish vazifam, tikkadik 2 tayoq kamtarona shaklim ham. Men erishga ayraman so'zlarni o'ylantirib, hisoblaygan qilaman xudoni. Hisob olamda yagona tengsiz ifodada ichimdan seni bilaman bir o'zim. So'nggi kitoblar. Men qavslan bilasiz, hamma joyda birinchi ifodada avazini yetgan ko'ringan. Biz tengsizlik belgisi, bosh egizak albatta, quchoq ochib turganmiz, hammasidan shu gap. Endi navbat istiqola tarafga. Thank you.
uchrashguncha deyman xayr. Xushtabon taklif qilsak. Salom aziz bolalar, bog'dagi gulzorlar, men o'qish kitobman, nur sochgan oy oftobman. Yoningizga keldim men. Kitobim xush kelding sen, dilni xushnud qilding sen. Bolajonlar yuzimni iflos qilib qo'ymangiz, yetib zar varag'imni ko'p yashga qo'ymangiz. Qabul bo'l xotirjam, ozor bermama hijab. Seni o'rganim men o'qishni va yozishni, o'qish kitobi senda olmoq qizman ta'limni. Kitobim oftobim seni toza saqlayma, alov hamisha vatanni oqlayma. Hurmatli muallimim, egingizda mehringdan har qishloq shahar seni mevalaring bor. Sizdan zo'r bayram, mehmonlar ham jo'milja. Siz qulluq bolalarsiz, bog'dagi lolalarsiz, qator bo'lib turasiz, harfidan so'zlar tuzasiz. Oxirni ham jonajon, ona bizga qadrlon, noniga qo'ysak, quvalar aziz otam. Afarinlar sizga bo'lsin, bolajonlar, afarin, xursand qildingiz meni, yana bildingiz meni. Vatan ramzan birlik she'rlar yodlab ketdik biz. Xalqim orzu yetdi, dilga quvonti, bir o'g'imiz dunyoga yerga davruq soldi. Bayroqdagi to'rtlarning hamon hanga birlikda bir-birini do'ldirar maqsadlari yulduzlar va tog'lar yaxshi niyatga challar, duoga jamqon dilgani toplik solar. Men bir chuqur quduqlar, limonlidir suvlarim, qonib etsangiz, bahongizda 5 do'stlarim. Tavul tashlamiz, dishli zlol suvingga, seni kutar chanqoqdir oq bayroqsiz. Aziz o'quvchilar, mana bugun o'qish kitobingiz bilan ham tanishib oldingiz. Endi davramizga ona tili kitobini taklif qilamiz. Men ona tiliman, ilm donotiman, onalar sofizdoni otajonlar tiliman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab, ona tilim sehrini sevib, adoqlab, yo'qlab, tilimiz xazinasin, sizga asta ochgim bor. Tilim sehrini marjon kabi sochgim bor. Nuqta bergul so'roq undoq, teringlarsiz yo'lingizga hop. Jon qo'rayin, joningizga, meni oling yoningizga. Hurmatli mehmonlar, bugungi bizning bayramimizga yana ko'plab mehmonlar tashrif buyurishdi. Bu mehmonlar bizga uzoq shimoldan kelishibdi. Hozir shu mehmonlarni davramizga taklif etsak.
o'quvchilar, men sizlar uchun uzoq o'lkalardan keldim. Qani menga atab qo'ygan she'rlaringiz bormi? Chef Alex our first prominent medical Islam was Bishop Peter Acca canaca yaprakların binece etrafında anyanıp Erdeniz Sürece Ночи принес, она на фонарике голубые шарики. Халя, элек, буя, элек, не пылек. Куш бирме, капуя, элек, битак, капуя. Ула, хап, хачма, хап. Халя, мен сада, кызып, ита, уйы, хам, шатик, кирелер, бахам. Yer betida osmondan ko'plab tushar dengacha, budir qishning ziynati, hamma yoq oq dengacha. Oddiy onalik bu shaklga salab, qani boladan keyin qani qalbida yashagan. Hammangizga beriladi rahmat bolajon. Shularga so'z navbatini bermoqchiman. Kim? Ularga ota-onalar kim? Vaqt tig'iz, kim tez-tez? Assalamualaikum hurmatli ota-onalar, o'quvchilar. Bugun munosabat bayram o'tkaziladigan shu oldinroq rahmat. Hammangizni bilan bayramlar tabriklayman. Assalomu alaykum ota-onalar. Oldinroq rahmat shunday o'qitib ko'targanlarimiz uchun bayramingizni tabriklaymiz. Assalomu alaykum o'quvchilar, ota-onalar. Bugungi bayramlarni hammangizni tabriklayman. Hamma shunday bayramlarga o'tkazish hammamizga nasib etsin. Arzuga rahmat o'qitib, Allohga o'qitib yaxshi tarbiyalagan uchun bayramingiz bilan tabriklayman. Assalomu alaykum hurmatli
ustozlar, aziz ota-onalar, farzandlarimizda alifbeni yakunlash munosabati bilan bevosita alifbe bayrami kelib o'tirgan ekanmiz. Avvalambor ustozlarga rahmat Abduqoqa. Mana shu boshqada fanlardan ta'lim berayotgan ustozlarga rahmat. Farzandlarimizdan umidimiz katta, kelajakda ular hamma o'qimishli o'g'il qizlar bo'lib yetishsin. Ota-onalarga da rahmat. O'zimizga shunday qilganimiz uchun Abduqoqa sizga rahmat. Allah'ımızda farklarında kocası gurur ve bakımlarımız için Habibeler vermezse rahmet. Assalamu alaikum. Menga hammaga omadli, yaxshi yo'lda ketsin Xudoyim. Mana shu Orziqulova katta rahmat aytamiz. Xudoyim shu ishlaringizda Alloh taoloning o'zi quvvat bergan, charchamamaysiz Xudoyim. Barcha mana shu o'quvchilarimiz, bolalarimiz yaxshi farzandlar bo'lib yetishishga, oliy ma'lumotli, o'qimishli, oliy martabali, Xudoyim sog'lik, solih farzandlar bo'lib yetishishga, hammangizga bayramni tabriklayman. Allah'ın ustozlar, ota-onalar, bayramlarimizni tabriklaymiz. Shu farzandlarimizga bugun aliflarga, shu farzandlarimizni o'qitayotgan Orziqulova rahmat sizga bo'ling. Shu farzandlarimiz bilan o'qimishli ma'lumotli bo'lsin. Hammamizga bayramlarni tabriklayman. Ota-onalar, ustozlar, bayramlar tabriklayman. Orziqulova sizga rahmat sizga. Sizga sog'lom